yil ko'rinmagan oltinchi qism. Nihayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarihlerinden 10 yıl ko'rinmagan ay namlıq eserini anlatışımızdan başlayımız. İşini açsak bir adam bizge. Hazır mansile. Derhal pesküççüler dedi. O adam bizni algılı maşina kepti. Biz derhal tayyor bulup maşinaga chiqdik. Şunun bilen bugün mü naştı kılılmay aldığımız günü elib olgan meyvelerini maşinede yiygeç mağdık. Bugün mağan yolumuz deniz boyundan ketabatkan yukarı süratlik taş yol idi. Bizni elip mağan maşinimi xeyli noçı maşini iken. Biz şu mağança ta ki qarangı tushguncha mengib bir yerga kelganda bizni maşinadan tushirdi. Bu yer sasliq o'rmonliq ekan. Biz o'rmonliqdan necha soat piyoda mangdik. Keyin o'rmonliqning o'ttirsidagi yog'och bilan silingan bir uyga keldik. O uyga amdali kirib turishimizga bizni alg'ili boshqa bir EVK mashina keldi. Bu yer Tayland davlati ekan. Biz mashina bilan sahar soat 4 kecha mang'andan keyin bizni bir kala qutuniga akeldi. Biz bu kala qutunda taki ertesi kechgacha och va ussigan holda kalaning po'qiga dasab o'tirdik. Bu nihoyat sesiq qo'tan bo'lib, hamma yer petiq-petiq po'q bilan to'shib ketgan edi. Bu yerda saqlab turayotgan bizdan boshqami Uyg'urlar bor ekan. Bizning guruhining umumiy ahvoli burun sizga so'zlab bergandek bo'ytoq ko'p. Kichik bola jaqaroq, texi yangi tug'utliq ayol bor edi. Bugün bizge Xitoydan mang'ili 7 yoki 8 kun bo'lgan edi. Biz bu kala qo'tinida bir kun turgandan keyin kech bo'lganda bizni alg'ili cho'ngroq bir mashina keldi. Bu mashinaga taxminan 30 dak odam chiqib, qistilishib o'ltirib, yo'l yurib, yarim kecha bo'lganda bir mehmonxonaga keldik. Bu mehmonxona bizga o'xshash ijrat qilgan qarindoshlarga dangliq bo'lgan Taylanddagi 5 qavatlik mehmonxona dal shu ekan. Esimda qilishcha biz bu mehmonxonaga kelganda bomdod vaqti bo'lgan edi. Bu yotoq bakmo qalaymaqan. Varang cho'rong ham bahlikon ekan. Va nurg'un Uyg'urlar bor ekan. Bularning nemishqa bu yerga shuncha ko'p yig'ilib qolganligi toza esimda qolmabdi. Biz yotoqqa kelib, atdigan soat 9'larda yan tarafdagi Hindistonlik musulmonning oshxonasidan tomoq akilib yedik. Oshxonaga men va G'alita Akash va bizdan burun kelganlardan 2 bola birga borgan edi. Biz oshxonadan xeyli ko'p tomoq olib keldik. Ondan yotoqdagi qarindoshlar bilan birga o'ltirib, qo'saqni to'yg'izib bo'lib, endi birdam uxlaylik deb tursak, yo'lga mangsizlar deb bizni biraylan chaqirdi. Şunun bilen biz derhal tayyor bulup pastga tushsak, ajoyib esil seriq rangli taksidan uchi bizni saqlab turibdi. Bu mashina bilan taxminan 1 soat mang'andan keyin shahar markazidagi qisqa yo'lliq poyezd bekatiga keldik. Ondan taksi shoferi bizni bir oz saqlatib, keyingi tarafdan kelib to'xtagan poyezdga selib qo'ydi. Va qo'limizga poyezd belini berib, bilakimizga yeshil rangli yip bog'lab qo'ydi. Bu poyezd bakli kona ve aslan mağdığan poyezd ekan. Biz poyezdga chiqqandan keyin saqchilar tekshirib, navbat bizga kelganda belikimizdagi yeshil rangli yipni ko'rib, "Okey" deb qo'yib o'tkazib etdi. Bizmi nihoyat xushal bo'lib, xotirjam bo'ldik. Biz chiqqan poyezdda odam bakli oz ekan. Biz o'tirgan vagonda asosan bizdan boshqa odam yo'q edi. Biz poyezdda mang'ach o'zaro paranglashib, bir-birimiz bilan rasmiy tanishib o'tdik.
Özünü tunuşturuş, hatta G'liti Akashga keldi. Bu Akash ajoyib samimiy va mamnunlik bilan so'zlana boshlab, "Qarindoshlar, biz Alloh uchun hijrat qilib, mana bu yergacha nihoyatda bexatar holda keldik. Allohga shukrlar bo'lsin. Men sizlarga o'zimni qisqacha tunishtiray. Chunki men ko'p qatam ehtiyot yuzasidan sizlar kim, nereden keldilar degan savollarga sukut qilib javob bermagan edim. Chunki mening ko'p hayotim Xitoy turmusida va Xitoy saqchilaridan qochib yurish bilan o'tgan edi. Men bu jarayonda ko'p kishilarni uchratdim va nurg'un arziyatlarni tatdim. Chet elga hijrat qilish mening tushum edi. Mana hozir mening tushum Allohning yordami bilan reallikka aylandi. Koshki o'z zamonida menga hijrat va jihad ilmlarini o'rgatgan va menga rahbarlik qilgan hurmatli ustozim va qarindoshlarim hayot bo'lgan bo'lsa, deb ko'zlariga yosh oldi. Hatto osmonga qarab yig'lab ketdi. Biz bu Akashning ig'ziga qarab qoldik. Ondan men sabr qilsizlar aka. Bizga tarixlarni tafsili so'zlab bersizlar. Sizlar ichkarida qanchalik turdilar? Nima ish qildilar u yerda? deb so'radim. Akash yoshlarni so'ritib, men sizlarga hamma so'zlab beraman inshaalloh. Hozir dunyoda men uchun sizlardan boshqa ishonchlik odamim yo'q deb nihoyat samimiy holda bizga bir-birlab qarayotdi. Bu vaqtda poyezd bir bekatga keldi. Bu bekatda poyezd 5 minut to'xtab, ondan ma'noda ekan. Biz bu yerdan yeydigan yemeklik va meva-chevalarni setib oldik. Bizni texmo hayajonga solgani bu bekat xuddi musulmon rayoni o'xshaydi. Beshiga oqlichak kiyib olgan boshlang'ich maktab yeshidagi qiz o'quvchilar va beshiga oq to'p kiyib olgan o'g'il bolalar va narsakerak sotadigan musulmon ayollar. Biz azaldan vatanda bundoq bir ko'rinishni ko'rmagan edik. Bu yer bizga xuddi qalbimizdagi islomiy diyorga bo'lgan tuyg'uni ifodalab beryapti. Poyezd bu bekatdan qo'zg'aldi. Ammo poyezd yezi bozorda bizni sayohat qildirayotgandek musulmonlar rayonidan meng'ayotdi. Biz qaranglar musulmonlar deb bir-birimizga ko'rsatib, xo'shal kayfiyatda ketayotdik. Poyezd manga odam yo'q tog'liq rayonga keldi. Bizmi olgan tomoqlarni yeb, qo'saqni to'yg'izgandan keyin tomoq ig'ir bostimi uyquga ketdik. Ba'zilar uxlamagan edi. Yo'lda qarindoshlar toza qiziq paranglarni qilishib, ajoyib ulug' g'oyalarimizni bir-birimizga deyishib meng'ayotdik. Hozir G'alati Akash hammadan bak menga yaqin edi. Ikkimiz bir yerda o'tirib paranglashdik. Bizning poyezdagi ikkinchi kunimiz atdiganda poyezdga qurolliq saqchilar chiqib, bizni xeyli qattiq muomala bilan pasport tekshirdi. Biz qo'limizga bog'langan yeshil ipni ko'rsatsak, saqchilar uningga bakmo parvo qilmay, biz bilan bir vagonda o'tirib, xuddi bizni tutib elib mangandek qiladi. Bizmi saqchilarning bu holiga qarab, tutilib qolganimizga jazm qilib, yana tutilib qoldik deb qattiq andish bilan o'tirdik. Bu poyezd bilan toki ertasi peshin vaqtigacha yo'l mangan edik. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum.